Короче, vibratsiyasini вообще tushunmadim. Qisqasi shu oldim vibratsiyani ishlatishdi. Bu yerda men aytib, baland повышенныйsi bilan пониженныйsi bor ekan vibratsiyani. Men hozir пониженныйga qo'ydimda, knopkani bossa, shunda urar ekan bu. Рычагdagi knopka. Yarimta bossa qo'yib yuborar ekan. Hozir chiqamiz. Vibratsiyani qo'shamiz. Ketdi. To'g'ri joydan mana burib oldik. Bokovoylarimizda yaqqol ko'rinib turibdi. Shunga qarab mo'ljalni olib ketaveramiz zadniga. Juda ko'pchilik aytadi, zadniga yurayotganda vibratsiyani o'chirib qo'yish kerak deb, lekin sababini hozirgacha tushunmayman, to'g'risini aytganda. Buning uchun zadniga yurayotganda vibratsiyani o'chirib qo'yish kerakligini. Mana qanday kabellarni oldan o'tyapti. Yaxshi vibratsiyani o'chirib sekin o'tib ketaveramiz. Chunki turbasi qanaqangi chuqurdaligini bilmayman. Qanchalik chuqurdaligini ish ko'paytirgandan ko'ra bu ish qilmagan yaxshi. Yetadi bugunga. Vibratsiyani o'chiramiz, shu bilan ishimiz tugadi. Quyonlarni yoqamiz. Ikkalasini ham. Tezliklari yaxshi ekan buni. Shu yerga tiqib qo'yamiz. Qolamiz. Qo'llaymiz. Yetadi. Gaz tashlaymiz. Vibratsiyani o'chiramiz. Boshpaqalarga qo'yamiz. Bo'ldi, shu bilan ishimiz tamom. Va massani ham o'chirib qo'yamiz. Oba. Tamom.